3-ci dərs. Əmdi biz bu dərsdən başlap şыңmolarını öyrənishə ötümüz. Xanzu tilida cəmi 23 dana şыңmo bar bo'lib, şыңmolar yenik ham qisqa talaffuz qilindi. Biz bu dərsdə şыңmo b, p ni öyrənimiz. Birinci parça rəsmdə bir kichik balaning radio anglayotgan ko'rinish sızılgan bo'lib, biz guangbo diki bu ni yenik ham qisqa talaffuz qilsak, bu dal biz o'rganmoqchi bo'lgan shingmo bu ning talaffuz qilinishi bo'ladi. Qani kichik do'stlar, menga aks boqinglar. Bu shingmoga ton belgisi qo'yg'ili bo'lmaydi. Ammo shingmolarni yunmolar bilan biriktirishga bo'ladi. Mana bu pinyin deb ataladi. Pinyinga 4 ton belgisini qo'yib o'qishga bo'ladi. Bu xil ahvolda shingmolar oldida, yunmolar keynida keladi. Amdi bu ikkisini qo'shib o'qiganda shingmo yenik ham qisqa, yunmo jarangliq talaffuz qilindi. Bu ni talaffuz qilganda shingmo bu bilan taq yunmo o birli vaqtda talaffuz qilindi. Qani kichik do'stlar, menga aks boqinglar. Bu shingmo bu ning xat shakli sanoq sondagi 6 degan songa o'xshaydi. Shingmo bu bilan taq yunmo a ni qo'shib talaffuz qilayli. Ba. Amdi ba ning ustiga ton belgisini qo'yib mashq qilib baqayli. Ba, 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 ba. Ikkinchi parcha rasmda suv chechayotgan ko'rinish sızılgan. Biz suv chechishni xanzucha po'shay deb o'qiymiz. Po'shay deki po ni yenik ham qisqa o'qisak, bu dal biz o'rganmoqchi bo'lgan po ning talaffuzi bo'ladi. Kichik do'stlar, menga aks boqinglar. Po shingmo po bilan taq yunmo o ni qo'shib o'qisak, po. Qani menga aks boqinglar. Po shingmo po bilan taq yunmo a ni qo'shib o'qisak, pa. Qani menga aks boqinglar. Pa, pa. Ajabmi sesiq ekan. Bir xo'yliga kirgan ashtilka egiz ilg'iga esib qo'yilgan bir parcha go'shtni ko'rib qapti. U go'shtni yesam qo'rsqim rosa to'yadi-da, deb o'ylabdi tulka. Tulka ilg'ining tuyiga kelib kuchab sakrabdi. Biroq go'shtga bo'yi yetmabdi. Ikkinchi, uchinchi qitim sakrabdi. Yana bo'yi yetmabdi. Andan bir ikki qadam kayniga dojib turib, yugurib kelib sakrabdi. Yana bo'yi yetmabdi. Tulka har xil amallarni qilib yiqibdi. Biroq go'shtni zotila ololmabdi. Oxir yurib holidan ketgan tulka go'shtga qarab turib, "Puf, ajab sesiq ekan" deb chiqib ketibdi. Qo'li yetmagan uzum achchiq degan ana shu. Đả khai. Ejish.瞌睡. Esnesh.嘴. Ağız.吃饭. G'izalanish. 动物园. Hayvanotlar bog'chisi.
字母 Hərf. 彩虹 Həsən Hüsən. 高山 Egiz tağ. 门 Şik. 兔子 Şitan. 橘子 Apelsin.